Azizim, siz achchiqlanib qalsangiz kayfiyatingizni qanday hal qilasiz? Meningcha, agar biz achchiqlanib qalsak, imkon qadar gap qilmaganimiz tuzuk. Bir ishga qaror chiqarib yurmayli, ortiq fikrmi yurgizmayli. Mushundaq vaqtda qildiganimiz faqat qo'limizdagi hamma ishni to'xtatib, uxlasaqmi, bir narsa yesakmi, ichimlik ichsakmi yoki bozor aylansaqmi bo'ladi. Cho'nglardan anglasam, odam achchiqlanganda aqli nolga tushib qoladi ekan. Achchiq aqlni kesib yetadi deydi. Cho'nglar yana mundaq deydi, odam chuslashib qolganda eshakka o'xshab qoladi deydi. Bundaq vaqtda eg'izdan har gap chiqadi. Shuning bilan yemaydiganni deb solamiz, behuda azor berib qo'yamiz, ham azor yeb olamiz deydi. Shunga achchiqlanib qolgan vaqtimizda qilmaydigan ishlarni qilib selishimiz mumkin. Demak, xohlamaydigan ishlarning hammasi bo'lishi mumkin. Nurg'un go'zal kayfiyatlar, chunqur mehrlar bizning ochiqda degan gaplarimizdan, qilgan ishlarimizdan buzilib ketib qoldi. Lekin bilishimiz kerakki, bu dunyoda pushaymonni oldigan qachi yo'q-da. Mushundaq yomon ahvolni kayniga yondirish asla mumkin emas. Shunga mundaq bir mashhur so'z bor, siz bilan o'rtoqlashaman. Ko'p ajrdan barpo bo'lgan bir o'rmonliqni anchaki sababsiz bir o't kul qilib yetalaydi. Bu balkim bizga nihoyat qiyin tuyulishi mumkin. Hatto ba'zilarimiz voy bunchalik ishlar degan bo'lib qoldi-ku deyishimiz mumkin. Bundaq desak, shuning dardini tang tassoq bo'ldi shu. Tatmayli desak, yana mushundaq izdindigan yerga kelamiz. Azizim, siz bilan bir savolni o'rtoqlashqim kelyapti. Hayvon bilan odamning eng zo'r farqi nima? Meningcha bu yerga farqning biri odamlik bilan sovuqqonlik. Yana biri hayvonlik bilan shashqoqlik. Shunga odam bo'lmoq tasda, tuzuk yashamoq ondan tas. Odam ya o'zini takomillashtirishdan horidi, ya turmush jafosidan horidi. Ikkidan birini tanlamay, biriga turmay bizda amal yo'q. Buningda hammamiz o'xshash. Buningdan keyin achchiqlanib qolgan vaqtimizda mundaq bir gapni aslaylik. Achchiqlansam mayli qancha, hamini yonar. So'zlamayman, chiqolmayman, shunga ham qarar. Chidolmasam kiramanki oylanib bozor, uni buni ko'rib balkim ko'nglim avunar. Achchiqlanish manga yotdir, ziyonmi solar. Bu achchiqdan yetib qolsam, unda kim qarar? Har sababdan ketar odam, qilg'ini qolar. Achchiq jutib o'lsa biroq kim o'xish bo'lar? Azizim, men pishib yetilishingizga hamroh bo'lg'uchi notanish do'stingiz Gulara. Achchiqlanganda o'zimizni tutish bilan texmi farosatlik bo'lg'aymiz.